أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala'nın güzel isimleri, âli sıfatları bilen bugungi juma ayyomini barchamizga Alloh taolo muboraklik qilishini so'raymiz. Alloh taolo gunohlarimizga kafforat qilishligini so'raymiz. 1-2 kundan keyin Ramazon ham mana biz bilan xayrlashib ketadi. Biroq bitta narsa qoladi. Alloh taolo bizni ibodatlarimizni qabul qildimi degan narsa qoladi. Allohdan so'raymiz, bizni ibodatlarimizni qabul qilganlar qatorida yozishni so'raymiz. Ramazonni tutib gunohlari kechirilganlardan qilishini so'raymiz. Qiyomul layllarga turib Alloh taolo gunohlarini kechganlarni qatorida qilishini so'raymiz. Bu bir inson bir narsaning lazzatini tatiydigan bo'lsa, u narsadan ayrilishligi unga juda qiyin bo'ladi. Lazzatini tatib qolgandan keyin undan ayrilishi juda qiyin. Katta pul ishlab, o'ynab, pulga o'rgangan odamga ozgina pul berib qo'ying, nima bo'ladi? Ha? Yoki bir yaxshi narsa yeb yurgan odam shu yaxshi yeyotgan narsasini bermay qo'ying, nima bo'ladi? Ro'zadorlar xuddi shuna bo'lish kerakki, buni ta'mini tatib, lazzatini bilib, endi bular bu ro'zadan ayrilish ular uchun qiyin, ko'z yosh chiqadigan darajada bu ro'za bilan xayrlash shuna bo'ladi. Ya Alloh, shunday ulug' ayyomni bizga berding. Erta endi bu ayyom chiqyapti. Gunohlar kechiriladigan, sakinat, xotirjamlik yer yuzini egallaydigan, Alloh taoloning Laylatul Qadr kechalari, tinchlik kechalari, xotirjamlik kechalari bo'lib turgan tunlar bizdan ketyapti. Gunohlar mag'firat bo'lib yotadigan tunlar, gunohlar kechiriladigan tunlar biz bilan xayrlashyapti deb, buning lazzati boshqa. Ramazonni qancha kuni qoldi? Endi ba'zilar bo'ladi, tutadi Ramazonni, lekin kunini sanab tutadi. Ha, yarimiga yetib olsak, iyog'iga deydi, bir yumalab hamallab tugatib olamiz deydiganlar bo'ladi-ya. Yo'q, Ramazonni tugashi bilan emas, Ramazonni tugamasligiga mushtaq bo'lishlik bilan ibodat qilishlik. Sevib, muhabbat bilan ibodat qilishlik. Ali radhiyallohu anhu ning gaplari: "Laytashiri man huwa maqbulun fanuhanni va man huwa mahrumun fanu'azzi." Qani deb Ali radhiyallohu anhu oxirgi kechalarda, hayit kunlarida shu gapni gapirib yurar ekan. Ramazon tutib ro'zalar qabul bo'lgan kishilarni bilsam, borib tabriklasam, ro'zangiz qutlug' bo'lsin, Alloh taolo qabul qilibdi deb tabriklasam bunday odamlarni. Qani edi ro'zasi qabul bo'lmaganini ham bilsam-da, ularga ta'ziya izhor etsam der ekanda. Har kuni bizni qiladigan narsamiz: "Ey Alloh, seni roziliging uchun roza tutdim, sen shu mening ibodatimni qabul qilgin" deb duo qilish. O'tgan solihlar Ramazonning rozasini tutganlardan keyin 6 oyga davr rozamni qabul qil deb turib duo qilishar ekan. 6 oy rozadan keyin 6 oy rozamni qabul qilgin ey Alloh deb turib duo qilishar ekan. Man ahabba shay'an ishtaghala bi zikrihi. Kim bir narsani qattiq yaxshi ko'rsa, doim tilidan o'sha narsa tushmaydi. Mana majlislarda, xudoylarda o'tirsangiz, bir odam misol bozorga chiqib mol bilan shug'ullanadigan bo'lsa, faqat uning gapiradigan gapi o'sha mol to'g'risida gapiradi, to'g'rimi? Bir odam boshqa biznes qiladigan bo'lsa, uni gapiradigan gapi shu biznes bo'ladi. Har bir odam hayotini nima bilan o'tkazayotgan bo'lsa, tiliga, yuragiga joylashgan narsa uni tiliga chiqadi. Gaplashsangiz, darram o'zining shu hayotini o'tkazayotgan narsasini tili bilan bayon qilib beradi. Tezda bilib olasiz. Bir ozgina indamay turib, uni gapiga quloq solsangiz bo'ldi. Bari tiliga chiqadi. Demak, insonning shunchalik yuragini ham egarlab ketadi, nima narsaga mehr qo'yganligi. Nima narsaga mehr qo'yganligi uning yuraklarini ham joylab egallab qo'yadi. Biz Allohga mehr qo'ydik. Allohning muhabbatiga bo'lgan mehrni qo'ydik. Ana shu narsa bizni tilimizga chiqishligi kerak ekan. Qachon o'tiradigan bo'lsak,
Allohning zikrini aytishlik bilan o'tirishimiz kerak. Qachon turadigan bo'lsak, Allohning zikrini eslatish. Qachon ikki odam, uch odamning o'rtasida o'tirsak, ularga Allohning zikrini yodiga solishlik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldilariga bir kishi keldi, "Ya Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan bir amalni ayting, o'rgating" deganlarida Payg'ambar alayhisalom nima dedi unga? "La yazal lisanuka ratban min zikrillah" dedi. Seni tiling Allohni zikr qilishlikdan qurib qolmasin dedi. To'xtab qolmasin, Allohni zikr qilishlikdan to'xtab qolmasin dedi. Ramazon oyi zikr oyi bo'ldi. Ramazon oyi zikr oyi. Ramazon oyi duo oyi bo'ldi. İftarlik vaqtidagi ro'zadorlarning duolari shak shubhasiz mardud bo'lmaydi, ya'ni qaytarilmagan maqbul bo'ladigan duosi bor dedi. Ro'zadorning iftorlik vaqtidagi duosi. Kimlardir to'g'ri foydalanib duo qildi, kimlardir Ramazonning iftorlik vaqtidagi duosidan mahrum bo'ldi. Va Qur'on oyi Ramazon oyi. Alloh taologa eng yaqinlikni hosil qiladigan narsa Abdullah ibn Mas'udning aytgan so'zlarida, Habbab ibn Artning aytgan so'zlarida, Habbab ibn Aratning aytgan so'zlarida, taqarrab ilallohi mastata'ta fa innaka lan tataqarrab ilallohi bil Qur'on degan. Sen Allohga qanchalik kuching nima narsa qilsang ham yaqinlik hosil qil, ihson qilasanmi, sadaqa qilasanmi, namoz o'qiysanmi, Qur'on o'qiysan, eng yaqinlikning hosil qiladigan narsa Qur'ondan ko'ra boshqa narsa bilan yaqinlasha olmaysan degan ekan. Chunki Qur'on Allohning kalomi, Alloh bilan munojatda bo'lib, to'g'ridan to'g'ri bevosita sen Allohga gapiryapsan, o'zini so'zi bilan. Shuning uchun demak Ramazon oyi zikr oyi bo'ldi. Ramazon oyi Qur'on oyi bo'ldi. Ramazon oyi Alloh taolo bilan banda doimiy aloqada bo'ldi. Ramazon oyi tunlaridagi uzun vaqt turib namoz o'qishlik va tungi namozlar oyi bo'ldi. Ozgina bo'lsa ham qalbimizda Allohga bo'lgan muhabbat uyg'ondi Ramazonda. Alloh taolo la'allakum tattaqun, shoyat ozgina bo'lsang qo'rqsalaring, taqvo qilsanglar degan oyat Ramazon oyida shu taqvo qalbimizga ozgina bo'lsa ham qo'rquv keldi. Endi shu ibodatimizni Ramazon tugashi bilan hamma narsa tugadi degan so'z bo'lmasligi kerak. Ramazon chiqishligi bilan, hayit chiqishligi bilan hamma narsa bilan alvido deb xayrlashib, Ramazonni ham qo'shlashib, xayrlab, keyin ibodatlar bilan ham xayrlashmaslik kerak. Ro'zalarimizni, namozlarimizning, duolarimizni qabul bo'lganligini bilay desak, shu qilgan ibodatlarimiz Allohning huzurida qabul bo'lganligini bilay desak, Ramazondan keyin ham shu ibodatlarning davom etishligi deydi. Ramazondan keyin ham shu ibodatlarning davom etishligi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Ramazonning tugashligi bilan yaxshi amalning orqasidan yaxshilikning ergashtirishlik shu amalning qabul bo'lganligining belgisi. Yaxshi amalni orqasidan yaxshilikning ergashtirishlik shu amalning qabul bo'lgan belgisi. Bir odam sadaqa qildi. Sadaqasining orqasidan yana bir sadaqa qilishligi yoki yaxshi amallar qilishligi sadaqasini qabul bo'lganligi. Bir odam ibodat qildi. Ibodatning orqasidan yana bir yaxshi ibodat qilishligi shu ibodatning qabul bo'lganligi. Ro'zani ham xuddi shunday. Bir oy ro'zadan keyin Payg'ambar alayhisalom 6 kun ro'za tutishlikni sunnat qildi. Sittum min Shawwal, Shawwal oyining ro'zadan keyin kelayotgan oy Shawwal. Shawwal oyining 6 kun ro'zasini tutishlikni aytdi. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, kim Ramazon oyini ro'zasini tutadigan bo'lsa, keyin orqasidan 6 kun Shawwal ro'zasini ergashtiradigan bo'lsa, u go'yo 1 yil to'liq ro'za tutganlik ajrining oladi dedi. 1 yil to'liq ro'za tutganlikning ajri oladi, chunki Ramazondagi ibodatlarning darajasi 10 barobar ortiq yoziladi dedi. Ramazonda qilingan ibodatlar 10 barobar ortiq yozilar ekan. Ro'zador bo'lib turib, bir narsani yemay, ichmay turib ibodat qilishlikni o'zi qiyin narsa. Qur'on o'qisangiz, tomog'ingiz nima qilsa, shunday bo'lsa ham ibodat qilayotgan kishilarning ajrlari ortiq yozilyapti Alloh taolo. Ortiq yozyapti. 30 kunnikining 10 barovaridan ko'paytiradigan bo'lsak 300 kun bo'ladi. 30 kun tutilgan ro'za 10 barobardan savobi bo'ladigan bo'lsa 300 kun bo'lar ekan. Orqasida keyin 6 kun Shawvalnikini tutadigan bo'lsak 60 kun bo'ladi. 360 kun 1 yillik ro'zaga to'g'ri keladi dedi. Shuning uchun ro'zadan keyin hamma narsa bilan vidolashlik emas, balki
ro'zadan keyin ham 6 kun ro'za Shavvolning ro'zasi bor. Biroq Shavvolning ro'zasini tutishlik tartibiga keladigan bo'lsak, hayit namozlarini o'tkazib olgandan keyin hayit namozini to'g'ri kelgan kunida bir kunlab tutishligi mumkin. Bir oyning ichida 6 kun ro'zani tutsa bo'ladi. Uni ketma-ket uzmasdan tutish degan narsa emas 6 kunni. O'sha Shavvol oyining ichida kunlab o'sha ro'zani to'liq tutib olishligi mumkin. Demak, Ramazon oyi kelishligi bilan biz nima qilmasligimiz kerak ekan? Hamma ibodatni to'xtatmaslik. Keyingi yil bizga kelgan vaqtda biz endi yana ro'zani endi tutayotgan odam bo'lmasdan hafta sayin ro'zalar, oyning o'rtalarida tutiladigan ro'zalar, Ashura kunlarda tutiladigan ro'zalar bor. Xullas, Alloh taolo bizga nafil ibodatlarni berib qo'ydi. Shu nafil ibodatlardan ham ko'p foydalanishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloni ko'p zikr qilishlik, Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik. Ramazon oyi eng Allohni zikr qiladigan oy. Ramazon tugashligi bilan bu narsa to'xtab qolmasligi kerak. Shuning uchun bugun mana zikr qilganlarning fazilatlari haqida ba'zi hadislarga to'xtalamiz. Alloh subhanahu va taoloni zikr qilgan kishilarni, zikr qiladigan kishilarni Alloh taolo gunohlarini kechishlikni va'da bergan. Ertalab kechki vaqtlarda, ertalabki duolarda, kechki duolarda Alloh subhanahu va taoloni zikr qilishlik. Shunday zikr qilgan odamlarni gunohlarini kechirishlikni Alloh taolo va zakirinalloha kaseeran va zakirat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Allohni ko'p zikr qiladigan erkaklar va Allohni ko'p zikr qiladigan ayollar deb alohida keltirdi. Alohida keltirdi. Nimaga? Va ko'p narsalarda musulmonlar deb Alloh taolo xitob qilib ketadi. Ey mu'minlar deb xitob qilib ketadi. Lekin bu yerda zikrga kelgan vaqtda zikr juda ham og'ir ibodatlardan biri bo'lgani uchun alohida ta'kidlab aytildi. Va juda ham muhim bo'lganligi uchun bo'lib ham ayollar zikrning o'rniga ko'proq birovni zikrini qilib qo'yadi. Allohning zikrini o'rniga birovni zikrini qilib, birovni g'iybat qilib qo'yishlik ehtimoli ko'p bo'lganligidan Alloh taolo bu yerda alohida keltirdi. Zikr qiladigan erkaklar va zikr qiladigan ayollar deb turib, demak ayollar ham ko'p vaqtlarini behudaga o'tkazmasdan Allohning zikriga o'rgatishni aytdi. Bularga Alloh subhanahu va taolo Alloh taolo ularga mag'firatni tayyorlab qo'ydi dedi. Mag'firat Alloh taolo ularga gunohlarni kechirishni tayyorlab qo'ygan. Qiyomat kuni borsangiz, zikr qilganingizni o'ziga gunohlaringiz kechirilgan bo'lar ekan. Zikr qilgan holatda Alloh taoloning oldiga boradigan bo'lsak, gunohlarimiz kechirilar ekan. Va ajron azima, katta mukofotlarni Alloh taolo tayyorlab qo'ydi dedi. Bu yerda az-zikru huwa babullohil azam al-maftuh baynahu va bayn abdi. Zikr banda bilan Allohning o'rtasidagi katta ochiq turgan eshik degan ekan. Zikr qilishlik, Allohni zikr qilishlik, eslashlik, maqtashlik banda bilan Allohning o'rtasidagi ochiq turgan katta eshik degan ekan. Ma lam yughliqul abd bi ghafla. Madomiki banda shu eshikni g'aflat bilan o'zi yopib qo'ymagan bo'lsa, Alloh taolo ochib qo'ygan deydi. Alloh taoloni doim zikr qilishlik va gunohimizni kechish eshigini ochib qo'ygan ekan. Bandalar zikr qilmaslik bilan o'zimiz yopib qo'yar ekanmiz shu eshiklarni. Kerak emas bizga shu eshiklar degan ma'noda yopilar ekan. Hasan al-Basriyning aytgan so'zi bor ekan. Tafaqqadul halawa fi thalathati ashya. Iymonning halovatini, ta'mini tatiyman desangiz degan ekan. Iymonning lazzatini tatiyman desangiz 3 ta narsadan izlang degan ekan. Hayotda inson har bir narsaning lazzatini tatiydi. Shunda oldingizga ovqat olib kelsa, shunday og'zimizga olamizda ovqatni, deysiz. Ovqatni tuzi ochiq bo'lib deysiz. Yoki ovqatning tuzi yo'q deysiz. Ya ovqatga shakar qo'shib olib keladigan bo'lsa, yemaysiz. Ta'mini shunday tilingizga tegizish bilan ta'mini bilasiz. Butun vujudingizga shu ta'm boradi. Nahotki turib Allohning oldida o'qiyotgan namozlarimizning ta'mini bilmasak. Namoz o'qisak-da undan bir rohat olmasak. Nahotki duo qilib turib duoyimizda vujudimiz titrab Alloh taolo buning bir ta'mini biz bilmay o'tib ketaversak. Shayxul Islom ibn Taymiyaning aytgan narsalari bor. Bu dunyoning shunday bir jannati bor degan. Kim u jannatga kirmas ekan, oxiratdagi jannatni ko'rmaydi deganda. Bu dunyoning shunday bir jannati bor, u jannatga kirib shuning ta'mini, lazzatini bilmagan odam oxiratdagi jannatga kirmaydi degan.
Bu Alloh taoloni ko'p zikr qilib va tunlardagi namoz o'qishlik va shundagi lazzatlarni bahramand, lazzatni odam tatib ko'rishligi, lazzatini. Keyin 3 ta narsada halovatni, iymonning halovatini 3 ta narsadan izlab ko'ring debdi. Biri namozda iymon lazzatini ko'ring debdi. Namoz o'qiganda bugundan boshlab va Ramazon tugagandan keyin shunday o'zimiz nima qilaylik? Bugun men bir namoz o'qib ko'raman. Oldingi namozlarimdan boshqacha bo'ladi bugungi namozim. Bugun men o'lgan odamman. Allohning huzurida turibman. Alloh subhanahu va taolo meni hisob kitob qilyapti. Ey bandam, 2 rakat namoz o'qiganingda men seni butun gunohingni kechirib jannatga kirgizgan bo'lardim deganda, shunday fursatni sizga bersa, qanaqa qilib namoz o'qigan bo'lardingiz? Namozda turib, do'konni, molni, molxonani yoki bir pulni, yo bir narsani, yo namozda g'aflat bilan deb qo'yadi ya odamlar namozda. Uyqusirab, mudrab o'qiydimi? Yo'q, undan o'qimaydi. Oldingizda do'zax, jannat Alloh taolo berdi. 2 rakat o'qigin, shuna o'qiginki, butun vujuding titrasin desa, qana bu? Shunaqa namoz o'qib ko'raylik. Bir marta shuna o'qib ko'raylik, keyin shu namozni qalbimizda topganimizdan keyin qolgan namozimizni shunga o'xshataylik. O'tib kelayotgan namozimizdaqa bo'lmasligi kerak. Halovatini, lazzatini tatib o'qiydigan namozni bir ko'raylik. 3 ta narsada iymonning lazzatini topasiz. Namozda, ikkinchisi dedi, zikrda dedi. Alloh taoloni eslashlik. Allohning huzurida turishlikni eslashlik. Alloh taoloning huzurida turishlik. Hisob kitobda Allohning oldida yakka o'zingiz turib javob berasiz. Birov uchun birov javob bermaydi bu yerda. Birovning aybi bilan mashg'ul bo'lishni qo'ying, o'zingizni aybingizga qarayvering. Birovlarning ayblarini aytib, birovlarning nimasini aytib, gapirib, qop qilib birovning gunohini ko'tarib, arqalab yurishlikni bir chekkaga qo'yingda, o'zingizni aybingiz bilan mashg'ul bo'ling. Qanaqa madrasa? Har inson o'zining aybi bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, bu odam Allohning oldida turishligini o'ylagani uchun shunday bo'ladi. Alloh taoloning oldida turishlikni o'ylaganligidan nima bo'ldi? Abu Hanifa rahmatulloh alayhi hech kimni g'iybat qilmadi degan ekan. Nima bo'ldi? Abu Hanifa rahmatulloh alayhi hech kimni g'iybat qilmadi deganda aytgan ekan, fa huwa aql degan. U aqlli kishi degan ekan. O'zining gunohi ham yetadi, birovning gunohini ko'tarib borishni xohlamadi degan ekan. O'zining gunohi ham yetadi, birovning gunohini ko'tarib borishlikni xohlamadi degan ekan. 3, zikr. Alloh taolaning zikri bilan bo'lishlik. Doim misol bir inson bir joyga mashinada ketyapti. Ko'proq yoshlar mashinalarga o'zi tushunsa, tushunmasa, bir chet elning bir artistini anaqasini qo'yib oladi, muzikasini. Ketyapti, boshini qimillatib, tushunmaydi o'zi. Uni o'chirdi. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, astagfirullah deb ketaver. Qancha ajr yozilyapti. Mabodo yo'lda urilib o'lib ketsang, kalima bilan o'lasan. Iymon bilan ketasan. Mana Arabistonlarga borganlar, hajga borganlar qarang, 10 kilometrda Allohning zikrini unutma deb yozib qo'ygan. Katta qilib nimalar bo'ladi-yu, mana yo'l qoidalarini ko'rsatadi-yu, ishora qilib yozib qo'ygan. Allohning zikrini unutma. Yana 10 kilometrdan keyin istig'for aytishni unutma. 10 kilometrdan keyin Allohning Qur'on o'qishni unutma. Shundan yozib qo'ygan. Eslatib turibdi. Doim zikr deganda masjidga kirganda kiradida cho'ntakdan nima tasbihni shaqir deb chiqaradi, keyin subhanalloh. Yo'q, zikr deganda uni tushunmasligimiz kerak. Zikr degan zikr, Xudoyda o'tirganingizda ham zikr, mashinada ketayotganingizda zikr, bozorga kirganingizda zikr, hamma joyda Alloh subhanahu va taoloni eslashlik. 3 ta narsada nima qil dedi? Iymonning halovatini izla. Biri namozda, biri zikrda, biri Qur'on o'qiganda dedi. Qur'on o'qiganda qalblar rohatlanadi. Qur'on o'qiyotgan imomlarning orqasida turganda, yana ham o'qisa edi, Allohning kalomini eshityapman. Subhanalloh. Dunyodagi odamlarning so'zini eshitib, quloqlarim o'zi og'ir bosib ketdi. Shu Allohning gapini eshitib, qalbim orom olyapti deb Allohning zikrini qiladigan odam. Qur'on eshitib maza qiladigan odam.
agar deydi Hasan al-Basri aytdi, fa in wajadtum, agar shu 3 ta narsada lazzatni topa olsanglar yaxshi, demak iymon qalbda juda yaxshi. Ammo topamagan bo'lsanglar, bilinglar albabu mug'laq deydi. Sizlar bilan Allohning o'rtasidagi eshik yopiq deydi. Subhanalloh. 3 ta narsadan halovat topmasak, 3 ta narsadagi halovatni topmasak, bilinglarki, sizlar bilan Allohning o'rtasidagi eshik yopiq deydi. Juda ham qiyin narsa-da u, ha? Shuning uchun bu Ramazonning tugashi bilan hamma narsa bilan xayrlashmas. Ramazondan keyin endi boshlanadi ibodatning haqiqiysi. Endi Allohdan qo'rqib, endi qabul ekzamenga kirgan bolalar mana ekzamenga kiryapti-yu, test topshiryapti-ya. Testga kirib ketadi. Testga kiradidan bilsa bilmasa yozib chiqadi bir narsani. Lekin chiqqandan keyin endi ularni oyog'ini yerga urib, natija chiqqunchayin kashf qabul bo'ldi, chiqdi, quladmadi degan narsa chiqquncha qana holatda turadi, ha? Shu narsani endi nima bilan hammasi ishmagan, yemagan, azon kechgacha o'shani kutib turadi, natijasini chiqishini. Topshirib qo'yish oson, lekin bu yog'idagisi. Shunga o'xshab bizlar ham ro'zani o'tkazib olyapti, lekin endi oyoqni uradigan vaqt kelyapti. Qabul bo'ldimikin, bo'lmadimikin? Ya Alloh, endi qabul bo'ladigan narsalarning orqasidan ishlayman men buni, deb turib, ro'zadan keyin boshlanadi. Roza vaqtida axiru shahri, rozaning avvalgisi Alloh taoloning rahmat tushadigan kunlari dedi. Rozaning avvalgisi kunlari Allohning rahmat tushib turadigan kunlar. O'rtasidagi 10 kunligi Allohning mag'firati. Oxirgidagi kunlari esa deydi, mana oxirida turibmiz. Fayu'tiqullohu fihi, hadis Ibn Abbosning hadisida keladi. Har kechada Ramazon oyida iftorlik vaqtida deydi, qarang. Har kechada Ramazon oyida iftorlik vaqtida Alloh subhanahu va taolo ming odamni do'zaxdan ozod qiladi. Ming qancha bo'ladi? Million. Ming odamlarni Alloh subhanahu va taolo do'zaxdan ozod qiladi. Va agar juma kechasi bo'ladigan bo'lsa, yo juma kuni bo'ladigan bo'lsa, juma kechasi yo juma kuni bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo har soatida ming odamni do'zaxdan ozod qiladi. Do'zaxga tushishlik vojib bo'lgan odamlarni ozod qiladi deydi. Mana odam do'zaxga tushadi deb yozilib qo'ygan odamlarni Alloh taolo shulardan mingini ozod qilar ekan. Nima degan Allohning karami? Ming odamni Alloh taolo har soatida, jumada soatida turibmiz. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo bizni shu Alloh taolo do'zaxni harom qildim bu bandaga deganlardan qilib yoz deyish kerak. Ya Alloh, mana shu banda roza tutib, jumaga kelib, jumada so'radi, do'zaxni menga harom qil, ey Alloh, jannatni menga kirish vojib qilib qo'ygin, menga jannatni farz qil kirishni deb so'radi. Alloh taolo shunda yozib qo'ygan ekan. Deydiganlardan bo'lishimiz kerak. Jumada so'raylik, jumaning soatlarida so'raylik. Bugun jumaning soati tugagunchayin har soatda ya Alloh meni jannatga kiradiganlardan yoz, do'zaxni menga harom qilib yozib qo'y deb so'raylik. Keyin har soatida shunday bo'ladi deydi. Va fi kulli sa'fi va in kana akhiri layla min shahri Ramazon, oxirgi kechalari bo'lsa, mana 10 kun oxirgi kechalari, Ramazonning agar oxirgi kechalari bo'ladigan bo'lsa deydi, Alloh subhanahu va taolo Ramazonning 1-kunidan boshlab shu kechalargacha qancha odamni do'zaxdan ozod qilgan bo'lsa, shuncha odamni har kuni kechalarda ozod qiladi. Oxirgi kechalari mana 10 kunlik kechalarda Alloh subhanahu va taolo Ramazonning 1-kunidan 20-kunigacha necha odamni do'zaxdan ozod qilgan bo'lsa, har kechasida shuncha odamni Alloh subhanahu va taolo jahannamdan ozod qilib turar ekan. Bizlar inshaalloh Alloh subhanahu va taolodan so'rashimiz kerakki, mana shu odamlardan, shu odamlarni safidan qil deb. Ma tabatid dunya illa bi zikrihi. O'tgan solihlarning gapi bor ekan, dunyoning lazzati qolmadi, illa Allohni zikr qilsang, o'sha vaqt senga dunyoning lazzati shu degan ekan. Dunyoda hech bir lazzat yo'q. Qiynaladi inson dunyoda yashaganda. Qiynalganda ichingni birovga dardingni aytging keladi. Ichingni birovga dardingni yoysang, ichingdagini aytsang, bo'shaganday bo'lasan. Ha? Lekin u odam kim ekanini bilmaysan. Mumkin sening aytayotgan ichingni yoyib, dardingni aytayotgan kishi seni ustingdan kulib, ajab bo'pti-da deb o'tirgan birov chiqar. Mumkin sening o'sha qiynalganingdan xursand bo'lib o'tirgan kishi chiqar. Unda bo'lmagan taqdirda ham eng yaqin do'sting bo'lsa ham
senga hech narsani foyda bera olmaydi. Faqat seni eshitishdan boshqaga o'tmaydi. Ammo sen ichingdagi dardingni jay namozga kelib 2 rakat namoz o'qib, peshonani sajdaga qo'yib, butun dardingni Allohga doston qilgin. Alloh seni eshitadi va sening dardingni Alloh yechadi, qabul qiladi-da. Qay biri ortiq? Birovlarga borib dardimizni aytgan ortiqmi yo Allohga aytganimiz ortiqmi? Mana shu munojatni qilib ko'ring. Jay namozni yezib, boshingizni sajdaga qo'yib, Allohga butun dardingizni ayting. O'shanda agar lazzat topmasangiz keyin bu haqiqiy lazzat topasiz. Shuning uchun aytgan ekan solihlardan ba'zilar aytgan ekan, biz namozda turib Alloh bilan shunday Allohga ibodat qilib rohatlanganimizni, ichimizdan rohatlanganimizni podshohlar bilganda shu rohatni ham qilish bilan bo'lsa bizni olib qo'yardi, bilishmayapti-da degan ekan. Eng qimmat narsani nimasi ko'p bo'ladi? Qimmat narsaga ko'z olaytirganlar ko'p-da. Lekin bu eng qimmat dunyodagi narsa, buni Alloh taolo maxfiy qilib qo'ydi, hamma ko'zini alaytirmasin deb. Hamma ko'zini alaytirmasin deb maxfiy qilib qo'ydi. Faqat Allohning xavos bo'lgan, Allohning xos bandalari bu lazzatni biladi, lekin yonida turgan odam uni bilmaydi. Uning ichidagi, vujudidagi bo'layotgan lazzatni uni hech kim bilmaydi. Alloh taolo shunday maxfiy qildi buni. Dunyo qachon Allohni zikr qilish bilan go'zal bo'ladi. Va matabatul axira illa bi affihi. Oxiratga borsak, Alloh oxiratimiz qanday go'zal bo'ladi? Alloh mag'firat qilgan bo'lsa, oxiratimiz go'zal bo'ladi. Sen banda, seni gunohlaring hammasini men kechib yuborganman deganda go'zal bo'ladi va jannat esa Allohning jamolini ko'rish bilan go'zal bo'ladi degan ekan. Xullas, birodarlar, Ramazonning oxirgi kechalarida turibmiz. Ozgina vaqtimiz qoldi. Qattiq harakat qilishligimiz kerak, duo qilishligimiz kerak. Shu vaqtgacha g'aflatda o'tib qolgan bo'lsak, Alloh taolodan so'rashimiz kerak, peshonalarni sajdaga qo'yishimiz kerak. Ko'p zikrlarni qilishligimiz kerak va Ramazondan keyin ham yaxshi amallarda sabit bo'lishligimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolodan mana shu tutayotgan ro'zalarimizni qabul, maqbul qilishligini inshaalloh so'raymiz. Xo'p, men yerda aytiladigan nimalarimiz Chimkent madrasasiga 15 avgustgachayin bolalarni qabullashlikka dokumentlar qabullanar ekan. O'shanga Chimkent madrasasiga dokument bermoqchi bo'lganlar dokumentlarni beradi 15 avgustgacha. Hayit namozi 28-kuni dushanba kuni ertalab soat 7 da namoz o'qiymiz, boshlaymiz. Soat 7 da Alloh nasib qilsa hayit namozini boshlaymiz inshaalloh. Hayit namozini Alloh nasib qilgan bo'lsa, bizni harakatda mana sizlarni harakatinglar bilan mana shu yerlarda qancha ihson sadaqalar bilan Qo'rg'onchiga solingan masjidni ochildi muftiyat tarafidan va shu joyga hayit namozi o'qishlikka ham ruxsat berildi. Alloh nasib qilsa Qo'rg'onchida masjidda o'qiladi. Keyin mana Yetitepadagi Abdusalom adamning masjidiga ham tepadan buyruq kelibdi, u yoqda ham hayit namozi o'qilsin degan. U yerda ham hayit namozi o'qiladi Alloh nasib qilsa. Tushunarli? Keyin hayitni 2-kuni yana qaytaryapmiz. Hayitni 2-kuniga 29 bo'ladi. Iyul 29da soat 8 dan o'tib 9larda boshlaymiz Alloh nasib qilsa. Mana Mankentning o'rtaliq nimasida, hokimiyatni oldida Mankent hokimchiligi, Ichki ishlar siyosat bo'limi va bizni masjidning nimalari bilan birgalikda shu yerda hayit qutlug' bo'lsin degan hayit bayram o'tkazamiz. Bu faqat masjiddagilar keladi, boshqalar kelmaydi degan so'z emas. Faqat namozxonlar kelsin, yo bo'lmasa faqat hijobda yurganlar kelsin, boshqalar kelmasin degan so'z emas. Hamma qatnashadi. Musulmonman degan odamning hammasi kelsin. Hatto namozlarga kelmagan odamlar ham hayitga kelib ko'rsin, musulmonlarning bayramiga qatnashsin. Alloh nasib qilsin. Qo'shnilaringlar masalan namozlarga chiqmayotgan bo'lsa, yuring hayitga, yuring, siz ham musulmonsiz deb yetaklab keling. Hammasini shu yerga olib kelinglar. Alloh nasib qilsa, katta tayyorgarliklar bor, sovg'alar bor va undan keyin kichik musobaqalarimiz bor. Musobaqalarga yutganlarga yutuqlar bor. Alloh nasib qilsa, o'zimiz mana bayramimizni hammamiz nima qilaylik? Qo'llab-quvvatlab birga o'sha bayramni birga bayramlaylik. Bayram kunida birimizni bo'lgan adovatlarimiz qolmasin qalbimizda. Qishlog'imizda tinchlik, muhabbat, birlik uyg'onsin deb
musulmonlarning bayramida bayramlaylik deb mana shu hayit bayramini birga o'tkazamiz, Alloh nasib qilsa. Xo'p, keyin bu yerda hajning masalasi, hajga yozilayotgan odamlar avvalda ham aytdik, orada basi nimasi bilan o'zimizni Mankentdan mana Xayrul aka bilan uyumlashtirib hajni ham nimalarini qilyapmiz. Shunga dokumentlar hajdan keyin, ro'zadan keyin kechib qolmasligi kerak ekan. Almataga emas, Ostonaga yuborilish kerak ekan dokumentlar. Mana shularga hajga niyati bo'lgan odamlar tezroq dokumentlarni topshirsin. Menga bo'lsin, Xayrul akaga bo'lsin, olib borib bersin. Keyin iftorlik beryapti. Alloh rozi bo'lsin. Bizni Mankentni bunday qarasangiz, islom musulmonlarning eng qaynagan joyi ekanligi ko'rinib turadi. Iftorlik bilan saharliklarga o'chirt bo'lib ketdi odamlar. Alloh rozi bo'lsin, savobni talashib qolishdi. Savobni talashib qoldi. 2 talab, 3 talab odamlar iftor berib, saharlikni beryapti. Saharliklarga shuna 2 talab, 3 talab navbat olib shunaqa yozilib beryapti. Alloh baridan rozi bo'lsin. Bu iymonning belgisi bu. Bu musulmonligimizni bo'lmasa nima qiladi o'zi? Uyda iftor, yo'q, mana shu yerga kelib shu narsalarni o'tkazyapti. Mana iftorliklarda Xaldaradan iftorlik berib ketdi. Bu yerlarda mana Ro'zaqulda odam kelib iftorlik berib, ko'rib, quvonib ketdi. Bu yerda mana nimalar kelib, talg'atlar kelib iftorlik berdi. O'zimiz Mankentdan qancha birodarlarimiz o'chirt bo'lib iftorlik berib yotibdi. Alloh rozi bo'lsin, shularning haqqiga duo qilib qo'ymoqchimiz. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man wala ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfatayn. Ey Alloh taolo, Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimiz juda ham oz, noqisiz ibodatlarimizni o'zing dargohingda to'ldirgan holatda qabul maqbul qil. Biz bandamiz, Alloh taolo, ojizmiz, gunohkormiz. Alloh taolo, gunohlarimizga tavba istig'for etyapmiz. Gunohlarimizni o'zing mag'firat qil. Alloh subhanahu taolo Ramazon oyida gunohlar kechirilar ekan. Bo'lib ham juma kunida har soatida minglagan odamlar do'zaxdan ozod etilar ekan. Alloh taolo oxirgi kechalarda minglagan odamlar do'zaxdan ozod etilar ekan. Alloh bizga do'zaxni harom qil. Alloh taolo bizga do'zaxga kirishni bizga harom qil. Alloh taolo bizga do'zaxga kirishni harom qil. Jannatga kirishni vojib qilib yozib qo'ygin bizga. Alloh taolo jannatdan umidvormiz, jannatni bizga bitgin. Alloh taolo qiyomatda borganda mana shu kuni jumada qilgan duoinglar ijobat bo'lib jannatiy bo'libsizlar deydiganlardan qil. Alloh subhanahu va taolo mana shu yerga kelib iftorlik bergan, saharlik bergan barcha akalarimiz, ukalarimizni Alloh taolo bergan ehsonlarni qabul qil. Qiyomatda boshlariga soyabon qil. Alloh taolo molini, dunyosini, farzandlarini ko'paytirib bergan narsalaringda o'zing barakatlar ato qilgin. Alloh taolo bu iymonning belgisi. Alloh taolo seni diningni yaxshi ko'rganligining alomati. Iftorlik, ro'zadorni iftorlik qildirganga ro'zadorni ajrini beraman degansan, shunaqa ajrlar bilan mukofotlagin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Allohu akbar.